Bizga doimgidan ikkita. Choyda sal shakar ko'p bo'lsin. Mana o'qiyapsan? Ber. Akam xabar bormi? Bo'pti, maqsadga o't, nima xohlaysan? Ha, cho'qing. Ha, bo'l. Oqqan sol. Bu so'l. Ana shu stol orasini. Shu bilan qutulamanmi? Bo'ldimi? Qutuldimmi? Shuncha shartingni bajardim. Bo'ldi, bitta oxirgisi qoldi. Shuni bajarib qutulasan. Ayt. Shu Dubaygami, Turkiyagami borgim kelyapti. Bu inson pulim bo'lganda o'zim ham borardim. Akam boradi shekilli. Ha, bo'pti. Qayerdan topaman senga o'shanaqa joyni? Shuni bilmasligi uchun ham bitta zo'r joy o'ylab qo'yganman. Mana shu ko'rib turgan joying Angrenda o'tirib istagan davlatingga viza olib berishga yordam beruvchi Toshkent viloyatidagi yagona turagentstvo. Vau. Istasang sayohat uchun o'zlari turpaket ham tashkillashtirib berishar ekan. Eng qulay joyi shundaki, aviakassa xizmati ham o'zlaridan. Manzili ham qulay joyda joylashgan. Shundoqqina narkologiyadan o'tganda Duket chorrahasiga yetmasdan o'ng qo'lda. Zo'r ekan-a? Ishonchlimi o'zi? Bu joyning egasi 50 dan oshiq davlatlarga sayohat qilgan. Vau. Xullas men tanladim. Fransiyaga boraman. Men ham sizni yaxshi ko'raman, Shaydo. Fransiyaga men boraman shekilli. Adashib ketdim.